qalqonsimon bezning homiladorlikka ta'siri. Bu juda ham muhim. Homiladorlikka buning ta'siri bor. Toksikoz degani o'zi zaharlanish va eng yomoni qandli diabetni keltirib chiqarishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bir nimaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bizlarga juda ko'p murojaat qilib kelmoqda va ba'zi savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Qalqonsimon bezning homiladorlikka ta'siri. Haqiqatan ham o'zi organizmimizda juda ko'p bezlar bor, lekin ular hammasi uzviy bog'liq. Qalqonsimon bezning oldin biz qayerda joylashishini bilib olishimiz kerak. Bu bilamiz, bosh bilan tanamiz orasidagi, ya'ni bo'yin sohasida joylashgan juda muhim bez hisoblanadi va o'sha bo'yin sohasini bir nimangizga e'tibor bermoqchiman. Ayol kishining boshi mana bo'yin sohasida, bu yana bitta nomi, bu kapalakcha deb aytiladi, chunki bu qalqonsimon bez kapalakchaga o'xshab joylashgan hisoblanadi. Mana qalqonsimon atrofida bo'lgani uchun qalqonsimon bez deb aytiladi. Bu juda ham muhim, kerakli gormonlarni ishlab chiqaradi. Bu gormon ayol organizmida qolaversa, umuman odam organizmidagi modda almashinuvi, ya'ni siz iste'mol qilasiz, bu kerakli moddalar kerakli organizmdagi organlarga yetib boradi va o'zini faoliyatini ko'rsatish uchun aynan shu bezimiz juda ham katta muhim o'z vaziyatini keltirib chiqaradi. Endi qaranglar, homiladorlikka buning ta'siri bormi? Albatta bor. Nega deganda, qalqonsimon bezning faoliyatiga kelib chiqqan holda umuman homiladorlikka yo'l olinadi. Bu degani nima? Ya'ni qalqonsimon bezning muammosi homiladorlikni o'zida ham muammo bo'lishi mumkin. Ya'ni ba'zi ayollarda tezkor homiladorlik bo'lmaslik o'sha qalqonsimon bezning muammosi bo'lishi mumkin. Qalqonsimon bez asosan ikkita yo'nalish, ya'ni kam ishlab chiqarish, gormonlarni kam ishlab chiqishimiz past. Ya'ni u ishlab chiqib, lekin organizmga yetishmayapti. Yoki teskariga ko'p ishlab chiqarish ham kuzatilishi mumkin. Bilamizki, hammasi baravar yaxshidir. Kam ishlab chiqsa, ya'ni modda almashuvimizda muammolar kelib chiqadi. Qanday? Bu o'sha kerakmas suyuqlikni yig'ilish natijasida ayollarda shish paydo bo'lishi, semizlikning paydo bo'lish belgilari u ham kuzatilishi mumkin. Yoki umuman kalsiy almashuviga, barcha o'zi buyrak usti bezdagi barcha gormonlarga ta'sir mexanizmi ham bor. Bu juda klinikasiz, ya'ni hech qanaqa belgisiz kechadi va faqat uni asoratini kuzatamiz biz. Homiladorlikka qanday ta'sir qiladi? Yetishmovchilik natijasida, ya'ni qo'shimcha o'zi aytgan muammolar, bu semizlik qo'shilishi, bu esa homiladorlik paytida preeklamsiya, qon bosimining oshishi va eng yomoni qandli diabetni keltirib chiqarishi mumkin. Buni eng yomon yana tomoni, oshib ketsa tireotoksikoz, ya'ni o'sha gormonlar natijasida ayol organizmi zaharlanish kuzatiladi. Toksikoz degani o'zi zaharlanish, tireo degani o'sha qalqonsimon bezdagi ishlab chiqarilgan gormonlar natijasida zaharlanish kuzatiladi. Bu ham juda ham yomon. Nega deganda, zaharlanish natijasida nima keladi? Taxikardiya. Ayol kishi doimo yurak tez-tez urishi, u zaharlanish natijasida organizmda barcha organlardagi chuqur o'zgarishlarga olib keladi va albatta homilador bo'lsa ham shu ayol, chunki homiladorlikni o'zi bo'lishida ham muammo bo'lishi mumkin. O'sha homilani erta tug'ib qo'yishi yoki homila o'sha antenatal rivojlanishiga ta'sir qiluvchi ko'p xususiyatlari mavjuddir. Buning oldini olish nima? Albatta, bizning markazimizga kelib, o'sha tegishli tekshiruvlardan o'tkazishingiz kerak. Bu ultratovush tekshiruvi. Ultratovush tekshiruvi natijasida o'sha qalqonsimon bezning qay darajada undagi o'zgarishlar kelib chiqishi va shifokor albatta nima qiladi? Suhbat o'tkazadi. Konsultatsiya, suhbat natijasida qay darajada ayol kishida o'sha aytganimiz yetishmovchilikmi yoki oshib turganmi yoki o'zi normadami? O'shani bilish uchun albatta shifokor konsultatsiyasini olishingiz kerak bo'ladi va kelib chiqqan muammoga
kerakli to'g'ri muolajalarni vaqtida olsa, albatta homiladorligimiz yaxshi kechadi va albatta sog'lom chaqaloqcha qo'lingizga olasiz. Kattakon rahmat.